bugun o'nli kasrlarni natural songa ko'paytirish misolini ko'rib chiqamiz. 2,30ni ko'paytiramiz 4 ga. Ustun shaklidan foydalanib kasr sonining virgulga e'tibor qilmasdan sonlarni ko'paytirib chiqamiz. Ya'ni 236ni 4 ga ko'paytiramiz. Buni oxirgi raqamdan boshlab ko'paytiramiz. Demak, 4 kere 6 24. 4 ni yozib 2 ni yodda saqlaymiz. 4 3 12, 2 yodda 14, 4 2 8 va 1 yodda 9. Endi ko'paytirish amalini bajarib bo'ldik. Endi birinchi ko'paytuvchimiz kasr son bo'lgani uchun natijamizdan ham kasr son hosil bo'ladi. Buning uchun oxiridan, ya'ni 10dan birinchi ko'paytuvchida virguldan keyin ikkita raqam, demak natijada, ya'ni ko'paytmada ham virguldan keyin ikkita raqam qolishi kerak. Buning uchun 10dan oxirgi raqamdan sanab ikkita raqamni virgulni qo'yib butun sonni ajratamiz. Ya'ni natijada 9,144 hosil bo'ladi. Demak, kasr sonni natural songa ko'paytirganda kasr sonning virguliga e'tibor qilmay sonlarni ko'paytirib, natijada virguldan keyin qancha raqam bo'lsa shuncha raqam ko'paytmada ham ajratib virgulini qo'yamiz.